Agar menga kimdir qachondir qora rangdan boshqa ranglar ham kiyasan desa ishonmasdim. Hozir esa juda ham ko'p yorqin ranglarni kiyaman. Bugun sariq bilan seri rangni moslab ko'ramiz. Ketdik. Sariq sviter yana ham stilliroq bo'lishi uchun oq rubashka bilan mosladim. Seri shimimni faqat bir xil rangini topdim. Qolganini ko'rmadinglarmi? Kiygan kiyimim xuddi quyosh bilan yerni rangiga o'xshaydi. Lekin chiroyli bo'ldi-a? Oyoq kiyim nima kiysam yaxshiroq bo'lardi? Nima deb o'ylaysizlar? Ana endigi navbat sochimga hozir ko'ramiz nima qilaman, lekin yig'moqchiman. O'xsharmikin ko'ramiz. Bir amallab yig'ib oldim, o'xshagani shu bo'ldi. Endigi navbat aksessuarlarga tuq qilib zirakchalarni taqib olamiz. Mana bu bo'ynimdagi ortiqchamidi dedim, lekin baribir taqdim. Hayotda ham shunaqa, aytganimdan qo'ymayman. Qo'lga bitta soatcha, endi navbat ochkiga. Menda ikkita tanlov bor, bittasi oq, bittasi shunaqa. Oq ochki bilan ham juda ham chiroyli turdi, lekin baribir menga mana bu variant ko'proq yoqdi. Sizlarga-chi? O'zi juda ham kamdan-kam bunaqa stilda kiyinaman, menga baribir ko'ylakchalar kiyib yurish yoqadi. Sizlar bunaqa kiyimda qayerlarga ketgan bo'lardinglar? Menga obraz qanchalik yarashdi? 1 dan 10 gacha baho beringlar.